Nonni endi olib kelaman. Sizlar ko'chada o'ynab turing. Men mana bu amakingiz bilan gaplashadigan gapim bor, xo'pmi? Keyin birga olib kelamiz. Xo'p. Shoshma. Men boyvachcha emasman. Buni ustiga begona ayolni to'shagiga kirib zino qilmayman. Bu yerga kelishim sen rostdan ham pulga muhtojmisan yoki bu fahshga boshlashni yangicha usulimi bu? Shuni bilmoqchi edim. Bularni mashinamga yangi shinalar olish uchun yig'ayotgandim. Bularni ol. Ol singlim. Muhtojlik insonni har kuyga solishi mumkin. Lekin yaratganga iymon keltirib, unga ishonsang, seni hamisha balo va gunohlardan asraydi. Allohga aytganing bor ekan, singlim. Men ishongandim. Men hamisha ishongandim. Alloh do'stlaridan birini yonimga yuborishiga ishongandim. Olamlarni yaratguvchisi sizga ikki dunyo saodatini bersin. O'zing har nega qodirsan, Parvardigor. O'zingga shukr, Allohim, o'zingga shukr. Mashinangizga yangi shinalar oldingizmi? Yo'q, hali olmadim. Axir eskisida qiynalyapman degandingiz. Qiynalishga-yu qiynalyapman. Lekin mashinamga mos shinalar hali kelmabdi. Aka, shinalar kelishi bilan o'zimiz xabar beramiz deyishdi. Ha, mayli, eskisida amallab turarsiz. Ha, eplab yurib turaman endi. Muhtojlik insonni har kuyga solishi mumkin. Lekin yaratganga iymon keltirib, unga ishonsang, seni hamisha balo va gunohlardan asraydi. Allohga aytganing bor ekan, singlim.
Kiring. Usta, do'stingizni mashinasini shinalarini almashtirib qo'ydim. Ular sizni so'rayapti. Yaxshi. Hozir chiqaman. Xo'p bo'ladi. Shoshma. Labbe usta. Mana bu qog'ozni yozilgan manzilga eltib berasan. Xo'p bo'ladi. Xo'p usta. Sher aka, shinalarni hali ham yangilamabsiz-ku. Ha, 3-4 kunda yangilab olaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Tezroq yangilang. Bo'lmasam yo'lda ish ko'rsatadi. To'g'ri. Lekin hamma ish o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Alloh xohlasa, o'zi asrasa, bu yog'i hech narsa bo'lmaydi, uka. Lekin ehtiyotini qilib qo'yishingiz kerak-da, aka. To'g'ri, sen haqsan. Xudo xohlasa, yangilab olaman. Qaysi tomondan keladi? Ha, yaxshi bo'ldi. Xo'p, hozir shoshma. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menga mana bu manzil kerak edi. Ha, to'g'ri borasiz. Aha. Ikkinchi uy. Xo'p, aka rahmat katta. Mayli, xo'p. Rahmat. Mayli, Rahmat, yaxshi sog' qoling. bo'ling. Xo'p, qanchada keladi? Hozir. Assalomu alaykum. Assalom. Keling. Yaxshimisiz? Men shinalar sotiladigan magazindanman. Ustam mana buni berib yuborgandi. Nima ekan bu? Bilmadim, ustiga manzil yozilgan ekan, shuni eltib berishimni aytganda. Mayli, keyin. Rahmat. Sog' bo'ling. Kiring. Usta, mumkinmi? Usta, bugungi tovarlarning hisoboti. Abdumalik keldimi? Ha, keldi. Abdumalikni chaqiring. Xo'p, bo'ladi. Oldimga kirsin. Xo'p. Usta chaqirtirgan ekansiz? Keldingmi? Ha, keldim. Nima bo'ldi? Qog'ozni borib topshirib keldim. Aniq o'sha manzilga olib borib berdingmi? Ha, qog'ozda yozilgan manzilga bordim. Hay, mayli. Ish qilib kelsa bo'lganida. Usta, so'raganim uchun uzr. Sizni bunchalik hech ham oshiqqaningizni ko'rmaganman. Agar sir bo'lmasa, kimingiz bo'ladi u? O'tir. Men senga hozir aytib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Bu
Men ham bituvchi. Men ham bituvchi. Bolalar, to'polon qilmanglar. Yo'q, men ham bituvchiman. Hozir. Keling.